Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir yana dunyoni poytaxti Asakadan gapiramiz. Asl gilam degan do'konda shu gilam savdosi bilan biz shug'ullanib kelamiz. Qariyb 95-yildan beri bunga bizni padara buzrukvorimiz bizni Chevada dada deydi. Shu otamiz asos solgan. Mana marhamat ko'ringlar, o'zingizlar baho berasizlar. Andijon viloyati Asaka tumani Tepa bozor deb nomlanadigan bozorimiz bor. Uzr, men ijtimoiy tarmoqda yangiman. Jindek zabonim, nutqlarimda adashmovchilik bo'lsa, o'zingizlar aybga buyurmaysizlar. Qo'limizdan kelgancha tovarlarni ko'rsating mana. Chiroyli. Bu yoqda shu premium narsalarimiz joylashgan. Qizlarning sepiga, mehmonxonalarga bularda ham har xil tanlashingizga qarab narxini chiqarib beramiz. Mana shu nimada shersda to'qilganlari bor, sintetika, poliester, mana bu yerda 4 metrliklar joylashgan. Bu yoqda nima deydi, hozirgi zamon tili bilan gapirganda premium segmentdagi eksklyuziv buyurtma klass bo'lardi. Buyurtma asosida bular gilamlar keladi. Mana bular 80% paxta, cotton deb qo'yadi inglizchasiga. Xlopok deyadi ruslar, mana bizda paxta shu. Shunaqa narsa mo'lar high-tech, mana yaltiroq gold bor, mana o'sha mayin bo'ladi ushasanglar. Qo'lingizda bir qandaydir mayinlikni his qilasiz. Shunga qarab gilamlarni narxladi. Bularimiz Erondan, haqiqiy Erondan keltirilgan narsalar. Bular Eron stanogida, Eron davlatida to'qilgan gilamlar. Shunaqa narsa monolar. Mana shu uchalasi hozir Erondagi monolar. O'zimizni Samarqandda Jonboy tumanida Yek zavodimiz bor. Aslida aka Salohiddinov degan akamizning qo'l ostidagi zavod. Shu zavodimizda ishlab chiqarilyapti. Juda bu chet ellikdan qolishadigan emas. Kerak bo'lsa undan o'tkazib yuboryaptiki, qolmayapti. Mana chiroyli qilib chiqaryapti. Hammasini ko'ringlar. Bu Verona sifatimiz. Bu yoqda mana yangiliklar bor. Yana hali naryoqda yana B blogimiz bor. Bu yerda mana hozir shu Yek zavodimizda shu Eronda shu havo bo'lay xolos, havo. O'zbekistonda havosi. Ashi stanok, ashi ip, hamma narsa bir xil, dastgohlar bir xil. Faqat shu xalqimizga arzonroq bo'lsin, transfer xizmati bor o'rtada. Erondan kelguncha bir samolyotda keladimi, poyezdami, har xil yo'llari bor-ku olib kelish tovarni. Shunaqa xizmatlar arzon bo'lsin degan maqsadda o'zimizga olib kelib shular ishlab chiqarilyapti. Mana ko'ringlar. Mana orasini ko'ra olmaysizlar. Mana o'ta ham mayin, juda ham zich to'qilgan. Shu Eronning gilamlarini o'zimizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdi. Narxi haqiqiy Eronnikidan ko'ra arzon. Shu o'zimizda ishlab chiqarilayotganligi uchun do'konimizga kelinglar, marhamat, mehmonimiz bo'linglar. Mana o'tirib bu yerda duolarni qilinglar. Yangi uylar solinglar. Biz borib xizmatinglarda bo'laveraylik. Endi biz unaqa nima desa bo'ladi, custom shimlar kiyib, bu narsa chiroyli qilib, hali ko'ryapmiz hozir ko'p videolarda. Zamon o'ta tez rivojlanib ketyapti jadallik bilan. Unaqa qilmadi, shu o'zimiz savdo kiyimidagina qilib qo'ydik, aytib yurmaysizlar. Ish kiyimimizda qo'yapmiz, endi ijtimoiy tarmoqda yangimiz. Layklarni sekin o'rganyapmiz shunaqa so'zlarni. Like, kommentariya, repost, shunaqa videolarni ulashib, rahmat katta. Shunchalik mana yomon fikrlar bildirilgan yo'q. Mana oz bo'lsa ham obunachimiz bor. Endi boshladik yaqinda. Mana hozir 140 ta ko'rdimmikan oxirgi marta shu, lekin atrofimizdagi shu ijtimoiy tarmoqni tushunadigan insonlar aytishyapti, yaxshi obunachingizga nisbatan prosmotr deydi-ku, nima deydi? Bu narsa dedi, ahvat deyshdimi shu? Instagramda ahvat deylar ekan-ku. Shuningiz yaxshi ketyapti dedi. Olib ketavering, buni har kuni yangi video qo'ying deyshti. Shunga sizlar uchun bexabar qolib ketmanglar deb narxlarimiz ketyapti. Katta chegirmalar qilganmiz. Chegirmalar qilib bu tomonda B blogimiz bor. Naryoqda S blog bor. Bu yerda faqat tayyor gilamlar bor. Kelib ko'rib, mana do'konga bir qator ko'rsating. Bu yoqlardan operator hozir mana pauzani bosadi operatorimiz. Nariga do'konimizdan sizlarga endi video uzun bo'lib ketmas. Nariga do'konimizdan davom etamiz. Hurmatli obunachilar, mana hozir A blogimizga o'tdik. Standart blog deydi bu yerda. Shu xalqimizga o'rtacha narsalar bor. Shu bu yerda ham hozir tushuntirib o'taman. Avvalgi video. Bu yoqda B blogimiz mana ko'rsating. Bu yerda premium deb yozib qo'yganmiz. Haligi qimmatbaho deydimi, qiymati balandroq narsalar. Shu yaxshi gilamlar, sepka, chiroyli, zich to'qilgan shunaqa narsalar. Bu yoqqa kirasizlarda, bu yerda mana daroshkalar joylashgan hozir. Yana hali tovarlarimiz keladi zavodimizdan, joylaymiz. Bu yoqda mana o'rtacha narsalar. Masalan, narxini hisoblasangiz